Töt adam nayyaqamiz deb Tunu'nun aldığı kepti. Tunu osallı deb Tunu'nun işi qalsa, bu Tunu'nun işide bir keptaninki uvisi var ki. Bu uvida 2 tal başki var ki. Bula bunu hiç oylanmayla Kutamga yetkizib Tunu'ga o't saptı. Tunu'da o't kuyup, lazı evciga chiqqan vaqtida ana kepta keldi. Ana kepta kelib bu yoqqa uchib, bu yoqqa uchib, lazı o't evciga chiqqan vaqtida bolalarimni o'tning ichida qapti deb o'tga o'zini urib Tunu'ning ichiga kirib ketdi. Bular nayiq uchun o'tni yig'ib qarg'idek bo'lsa, ona keptaning kavob bo'lib ketgan holatini bayqabdi. Shundaqla o'zining qilmishiga qattiq yukinibdi. Mana bu onaning muhabbati.